Yaxşımısınızlar savaqdaşlar. Bugün so'zlaydigan darsimiz psixik analiz. Psixik analiz degan nima esa odamning psixikasini to'g'ri analiz qilish. Chunki nurg'un vaqtda odamlar o'zining aslidagi hissiyotlarini, o'zining demoqchi bo'lgan gaplarini yoki o'zining aslidagi ibtidoiy talablarini asosiyatdan yushirib ifodalaydi. Agar biz buni tushunmasak, kishilarni to'g'ri tushunishga bo'lgan bir xil bizning iqtidorimiz kamlab ketadigan gap. Onda odam uchun haqiqatan da ta'smi deganda haqiqatan da ta's. Chunki odam intayin murakkab bo'ldi. Odam degan so'z odatda latin tilida person deb ataldi. İngliz tilida person deb ataldi. Endi buni latincha asli nusxasi nereden kelgansiz? Personadan kelgan. Persona degan nima degan gap desa, niqob degan gap hamda bu. Yoki maska niqob degan ma'nosi bor. Masalan, Uyg'ur tilidagi personaj degan xatmi mush orqali kelganda, manda aytgan vaqtda ular odamni faqat personaj deb ataydi. Unda ular nemish personaj deb atagan? Chunki odam real dunyoda yoki shu o'zining kichik hayotida aslidagi ibtidoiy bo'yicha o'zining aslidagi holati bilan yashamdi degan unda emas. Ular asosiyatdan personajlik rolni o'taydi. Balkim hayotining ma'lum bir qismida yoki bo'lmasa hayotining ma'lum bir sohasida yoki ma'lum bulun pushqoqlarda har xil personajlik rolni o'taydigan gap. Unda biz o'ylab baqaylik, odam nimishqa personajlik rolni o'taydi? U nimishqa o'zining aslidagi holatini ifodalamaydi. Buningga tek hozircha olimlar javob bermaydi. Ammo mening ko'z qarashim bo'yicha, mening shaxsiy go'daklarcha ko'z qarashim bo'yicha odam o'zining asli ibtidoiy holatidan seskindi. Aslidagi holatini yaxshi ko'rmaydi. U o'zining ashundoq bir xil bema'ni xiyollarni, bema'ni tuyg'ulardan numus qilish mumkin. Shu u asosiyatdan o'zini urab qachilab ifodalaydi. Yoki o'zini har xil niqoblar orqali boshqalarga başqısı bir ta'sir berishni o'ylash mumkin. Chunki kichik munosabatim shikadan paralashayotganda o bir-birisi hargizmi o'zining aslidagi holatni ifodalamasdan asosiyatdan bir-biriga yaxshi ta'sir berishni ham o'ylaydi. Shunga bugungi darsimiz orqali odamlarning bu xil niqoblarini echib tashlab, qanday qilgan vaqt biz odam tushuna olamiz. Odam zoti nimalardan tuzilgan, odam qanday parça böleklerden söyleyen bir adamdan bir tal adamdan qanchadani qismi bo'ladi. Qaysi qismi nimaga vakillik qildi, qaysi qismi uni nimaga yetaklaydi. Bugun shuni o'rganib chiqamiz. Bunu so'zlashdan burun men psixik analizini o'ttirib qo'yuvchi Sigmund Freudning ushman nazariyasini bir deb o'tib ketishim kerak. Ushman degan nima esa bundash bo'lgan vaqt odamning 3 tal qismi. Odamning bu 3 qismi o'zaro bir-biriga ta'sir qilish orqali onundikan o'zini shakllantiradigan gap. Unda odamning bu 3 qismi, ya'ni ushman deb ataymiz. Qaysi esa birinchisi it qismi. It qismi bundash bo'lgan vaqtda uning ibtidoiy qismi. Tug'ilgan vaqtda mavjud bo'lgan qismi. Buning asosiyatdan nim prinsip bo'yicha ma'nosi huzur prinsipi bo'yicha ma'nosi. Bu odamni huzurga intildirdi. Qanday huzurga esa, masalan, bu vaqtda qanday huzur talab bo'ldi, qanday ehtiyoj talab bo'ldi desa, uning yemek-ichmek bo'lgan ehtiyoj, uningga ichimlikka bo'lgan ehtiyoj, uning isinishga bo'lgan ehtiyoji, ondan tug'ilishdan boshlab odamda hayotlikni davomlashtirish ehtiyoji, ya'ni jinsiy ehtiyoji taqlim mavjud bo'ldi. Demak, bir odam tug'ilgan vaqtda ibtidoiy man holati tug'ildi. Bu manning alaylik nimasi odamni hayot qilish uchun bizga nurg'ulg'an talablarni o'ttirib qo'yib berdi. Masalan, qo'saq ochganda cho'qim shu qo'saq ichish, tamoq yeyish ehtiyojini paydo qildi. Agar u ehtiyoj qondirilmasa desa, ibtidoiy menda bearamlik paydo bo'lgan gap. Shu bu vaqtlar odatda qo'saq ochgan amallar yig'lab ketadi. Hargizmi opam tamoqqa aytib men birdam saqlab turib yig'laydi demaydi. Yoki bizning ta'rif qilg'iz kelib qolsa, darhol ta'rif qildi. U hargizmi ama opam olgan qimmat gilemti deb o'tolmaydi. Demak, bu vaqtdagi bu ibtidoiy men qanday bo'ldi desa, uni barliq talablarining shu an urundilishini umid qildi. Unda bir narsa yekillendi, ibtidoiy menning alaylik nimasi, u mush 5 xil ehtiyojni talab qiladi va bu ehtiyojlarning darhol shu aman baja keltirilishini, azroqmi kechiktirishni xohlamaydi. Biz bu vaqtni ham assak bo'ldi. Bu vaqtlar har qanday talabini darhol
tayyor qilishni umid qildi. Agar uning talablari ozroq oq so'z olib so'zsa, uning badanida bearamlik bo'ldi. Bu bearamlikni yig'lash yoki bo'lmasa, o'zini yaga urush orqali ifodalaydigan gap. Bu bizni so'zlamoqchi bo'lgan birinchi men bo'ladi. Yakomiz bu vaqtlarni yana eslab baqsaq, bu vaqtning kallasida boshqalarning, qo'shnamning deydigan tuyg'u bo'lmaydi. U nimani ko'rsa, shuni o'zining meningmi shu deb qaraydi. Shuningga erishgisi kelsa, erishiman deb qaraydi. U hargizim boshqalarni o'ylab o'tmaydi. Nimish qilsa, ibtidoiman shu odamga huzur beradigan har qanday bir narsaga o'zini intildirdi. Hamda Sigmund Freud bu ibtidoiy menga ism qo'ygan vaqtda nim deb ism qo'ygansa, nemis tili bo'yicha das ist deb ism qo'ygan. Das ist deganning o'zi nim deganga bevos tarjim qilsak, inglizchadagi it yoki xanzuvchadagi ta degan xatni bildirdi. Hamda bu ta degan xat hargizmi odamlarga qaratilgan ta emas. Bu narsalarga qaratilgan ta. Ya'ni mundaq u degan gap. Biz ham da Uyg'urchada mayli odam bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, mayli narsa bo'lsin, hamini u deymiz. Ammo ingliz tili, latin tillarida cho'lsa, o'g'ishlaydigan xatlar o'xshamaydi. Demak, bunda ochib aytgan vaqtda Freud bu ismni das ist degan ismni qo'ygan vaqtda odamning mushu ibtidoiy qismini bir xil hayvoniy qismi deb atagan. Hayvonlarcha bir ehtiyoji, hayvonlarcha bir yashash usuli deb qargan. Hamda bu xil yashash usuli qachonga davomlashilsa, 3-4 yoshgacha davomlashib mengiverdi. 3-4 yoshgacha bu balda asosiyatan mush 5 ehtiyojning skins bo'yicha mush 5 ehtiyojning uni boshqurishi yoki uni mashg'ulot qilish bilan yashaydigan gap. Ammo bag'ansa reallikda biz hammamiz bilamiz, cho'ng bo'ldi hamda. Adam cho'ng bo'lgan vaqt hargizmon o'zining barliq o'ylaganlariga ehtiyojlariga darhol erisha olmayman deb qarmaydi. Masalan, dars anglayapsizlar, sizlar agar birasini qo'z qechib ketsa, darhol qo'poplam, tomoq yeb ketmaysizlar yoki yig'lab ketmaysizlar. Nima ish qilsa, chunki real dunyoda yashayapsizlar. Bu xil ehtiyojinglarning darhol qondirilmaydiganligini bilasizlar. Shuning bilan ikkinchi bosqichda qaysi men bizga qaytiladi, qaysi bo'lkimiz qaytilsa, reallikdagi men qaytiladi. Reallikdagi menning asosiy roli nima deganda, reallikdagi men asosiyatan huzur men uchun xizmat qiladi manda asbatan. Huzur menning barliq talablarini o'rindash uchun plan tuzadi. Undan bir bu vaqt yig'ladi, tomoq yeb qoldi, nayt tizla. Ammo cho'ng bo'lgan vaqt qo'sqashdi. Qo'sqashgan vaqt hargizmi u yig'lamaydi yoki darhol uning ehtiyoji qondirilmaydi. Unda bo'lsa reallikda men qanday qildi bo'lsa, uning qo'sqa ichishdek, ya'ni tomoq yeyishdek ehtiyojini chuqur ma'lum usulda qondirdi. Yoki bo'lmasa, sizlar ma'lum odamning qo'lida dağlıq bir üzəng çiraylıq görüngen bir telefonu görüp qaldыңlar. İbtidoiy men nim deydi degan vaqtda o telefonu almamsa degan bir ehtiyojni qo'ydi. Biroq sizlar unda qilamsizlar, unda qilmaysizlar. Unda reallikdagi men sizning ibtidoiy men tarafidan o'tirib qolgan bu ehtiyojingni qondirish uchun tirishadi. Qanday qilish mumkin? O belki tirishib pul tepib elish mumkin. Yoki bo'lmasa bulab elish mumkin. Ish qilib, ibtidoiy menning ehtiyojlarini bu reallikdagi men nim qildi desa, qamdab mangdi. Albatta bu talablarning ichida ibtidoiy men talablarida ba'zi beyman talablar bo'ldi. Bu beyman talablarni reallikdagi menning o'rindishi mumkin bo'lmaydi. Masalan, bir bolaning tuyg'usi uchqisi kelib qolgan bo'lsa, buni reallikdagi men hargiz buni o'rindayamaslik mumkin-da. Hamda odam cho'ng bo'lish jarayonida 6 yoshdan o'tib ketgandeklar prinsip men barliq keldi. Hamda odamning prinsip qismi keldi. Prinsip qismi asosiyatni nimalardan tuzilgan bo'lsa, prinsip qismi odatda ota-onaning uning sindirgan tarbiyalari, manda qilsang bo'ldi, manda qilsang olmaydi, ma xato, ma to'g'ri deydigan. Yoki jamiyat kodlari degan jamiyatning nizomli qoidalari. Aniki maktabning uning sindirgan to'g'ri xatolik o'lchamlari, eng oxirida odam nima shakllantirsa, prinsip menni shakllantiradi. Prinsip menning asos rol nima esa, bunda boshqa vaqtda u insonning bir xil axloq o'lchimini bekitadigan odamda bir xil beyaramlikni, vijdon, numus qilish, qatorliq pushaymon qilish qatorliq tuyg'ularning hammini yaratadigan qismi. Chunki ibtidoiy menning ba'zi talablari yo'ldan eshib, ya'ni boshqacha bo'lib ketgan vaqtda yoki aqli muvofiq bo'lmay qolgan vaqtda prinsip men buni numus qilish tuyg'usini paydo qilib, buni to'sishi mumkin. Unda bo'lsa, biz mush hayotlik jarayonida 3 men barliq keldi ekan. Birisi nima ekansa, huzur men, ikkinchisi nima ekansa, reallikdagi men, uchinchisi nima ekansa, prinsip men. Unda bo'lsa bir odamni biz odam deb tushunishdan burun 3 xil qismini bilishimiz kerak. Unda bo'lsa men bundaq bir yig'inchoqlab o'tay. Bundaq bir addiylaştirib mangayli. Huzur men qandaqsa, huzur men reallikka bo'ysundigan narsa emas. U qandaq badan nimani xohlasa, u nimani orzu qilsa, shu talabni bizga qo'yib turib oladi. Reallikdagi menchu desa, avval bu talabni qo'ydi deylik. Bu talablarning ichida ba'zi beymani bo'ladi yoki ba'zilarini shu an urundashqa biz amalsiz qolamiz. Bunda vaqtda prinsip men tusidi.
Sen unda qilsan bo'lmaydi, bunda qilsan bo'lmaydi deb buni to'sadi. Masalan, deylik, bir dada bir balani agar urib qo'ygan bo'lsa, ya tillab qo'ygan bo'lsa, ibtidoiy men nim deyish mumkin, huzur men nim deyish mumkin, sen nima ish qurdi, sen mana urib berishing kerak. Urib olganda senda bir xil yaxshi tuyg'u paydo bo'ldi deyish mumkin. Ammo prinsip men unda qilmaydi. Prinsip men qanday qildi desa buni to'sidi. Yo'q, o sening dadan, unda qilsan qat'iy bo'lmaydi deb buni to'sidi. Unda bu energiya keldi. Unda reallikni men qanday qiladi? Buningga bo'ysunib dadasini uramdi, unda qilmaydi. Unda butunlay buningga bo'ysunib bu energiyani, ya'ni uning ochchig'ini yo'q qilib o'talamdi, unim yo'q qilib o'tmaydi. Unda uning dadasi bo'lgan ochchig'i nima ketadi? Chunki bu bir energiya. Ashundaq nima qildi dedi. Prinsip menchi bo'lsa, unda qilsang bo'lmaydi dedi. Unda bo'lsa qandoq bir taraf qilish kerak? Mana biz, ya'ni reallikni men hozir biz mushuni ma'ningimi yomon ko'rinmaydigan, ma'nimi cheklamaydigan usulda bir taraf qilamiz. Qandoq bir taraf qilish mumkin desa, balkim bu bola taloq chiqib müşkün birini tip bitiş mümkün. Ya komisa tamamda birini urib bitiş mümkün. Ya komisa dostlarla uruşup keliş mümkün. Demek bu usulda yötkeş usul arkalı, yani açık hissiyatını ma'lum adamga yötkeş usul arkalı bir taraf qilib bitiş mümkün. Demek adam yaşaş jarayonida ma'ning talabları, ma'ning buni to'sishi asosida bir xil turmush kechiradigan gap. Endi men bayatdan bir deb o'tib ketdim. İbtidoiy menning talablarining ichida tamoq yeyish dedik. Ham bu tamoq yeyish cho'ng bo'lgan vaqtda nimaga aylanib ketdi bo'lsa, mol dunyoga bo'lgan intilish qibarlik keldi. Mal dünya bo'lgan intilish. Masalan, bu tuyuqsiz buning millioner bo'lg'isi kelib ketdi. Sen pul tap, sen cho'qim jiqroq pul tepishing kerak deb ma'lum bir narsa o'tirib qo'ydi. Prinsip menchi bo'lsa, buni to'sadi. Sen hozirli buni topolmaysan, buning uchun sen tirishing kerak. Sening bunda xiyoling xato, hozirli boy bo'lish xiyoling xato dedi. Reallikni men qanday qildi? Reallikni men albatta buni orzusini yo'q qilib o'tmaydi, bostirib o'tmaydi. Ammo ma'nich bo'lsa buni yo'q qilib o'tiblam, qilib o'tmaydi. Normal sharoit asida. Bu qanday qilish mumkin desa, ma'ning ehtiyojini har xil usullar bilan, balkim vaqtni so'zash orqali yoki balkim bankini bulash orqali ish qilib, ma'lum usul orqali buning ehtiyojini qamdab berdi. Yoki bo'lmasa, yana bir misol olsak, ibtidoiy menning yana bir asos qaloylik nima desak, hayotni qamdash uchun jinsiy ehtiyojni to'xtamay odam chiqarib turib oldi. Masalan, o'ylaylik, bir bola yo'lda ketib bordi. Bu ketib bilan bir night kelishgan chiroyli bir qizni ko'rib qolgan bo'lsa, buning ibtidoiy men nima deydi desa, sen darhol ash qizning yoniga berib, uni sen ap qechib ket, yoki bo'lmasa sen uning o'zini yaxshi ko'rganligini deb siz menga tegamsizda, yoki bo'lmasa ish qilib, darhol uning qanday tuyg'u paydo bo'lsa, ash qizning oldiga buni intildirdi. Ashning yoniga ba deb intildirdi. Ammo prinsip men nima to'sidi? Senin bunda qilishing butunlay xato. Chunki sening unda qilgan huquqing yo'q degan boshqa bir odam bunda qilsan xato bo'lsa, bunda qilsan sen hijil bo'lsan deb har xil prinsiplar bilan buni to'sidi. Unda bu energiya nima ketadi? Reallikni men qanday bir taraf qiladi? Reallikni men balkim buning ashi intilishini oqiga so'zish mumkin. Balkim boshqa birisi bilan balduroq to'y qilishga nisbatan ilgiritish mumkin. Ammo bu energiya, ya'ni uning chiqargan energiyasi hargiz yo'qolib ketmaydi. Yoki biroqlam uni o'rindamaydi. Qanday qildi desa, uni o'rindash uchun har xil amallar bilan buni masalan to'y qilish orqali, boshqa birisidan to'y qilish orqali bo'lsa-mu, uning bu energiyasini bir taraf qilish mumkin. Demak, biz odatda turmushda bir odam yashash jarayonida mana shu menning odatda o'zaro rol o'ynashi, o'zaro funksiya tuzish bilan yashab mangdigan gap. Unda odamning aslidagi qiyofati qaysi esa, ibtidoiy men oldi. Uning reallikdagi hozirgi holati nima esa, ma'u. Uning ko'z qarashidagi o'zi kim bo'lsa, ma'u. Hamma odam ma'ning iskenchisi bo'yicha mangdi. Ma'ning talab bo'yicha bearam bo'ladi. Chunki har bir qatim talab o'rindalmasa, odamda bearamlik paydo bo'ldi. Ama reallikni menchi bo'lsa, mushkis o'ttirsida murassa qildi. Mushkis o'ttirsidagi kurashning o'ttirisi kirib qolgan bo'ldi. Ya'ni bizning ibtidoiy men bundaq qildi desa, prinsip men buni to'sdi, reallikni men mushkis o'ttirisi qilib murassa uchdi. Buni har xil usullar bilan nima qildi degan vaqtda bir taraf qildi. Shun Sigmund Freud bu xil nazariyani o'tirib qo'ygan nima dedi desa, kimning ego, ya'ni mushu reallikni ma'noti qancha kuchli bo'lsa, bu ikkisi o'ttirsidagi munosabatni yaxshi tanishayolsa,
o psixik sağlam buldu dedi. Eğer o bütünley manın skensi kirip kalsa, eğip gitip kalsa, yak eğip gitip kalskandaq bulduysa, onun hayvani kısmı eşip gidiyordu. O çağda o cemiyet gibi olsun, yaki mağlumuzun rayını olsun, buzğunçılık karakterlik. O mandaşıp etken yoldun çıketken alet hesaplanır. Çünkü bunun iskensi kirip kalgan vaqtda adam bütünley hata yolda mayıp kaldı. Onda olsa bütünley manın iskensi kirip kaldı Allah'a. Bulaç olsa, bula cemiyet emminesinden qoqaydı. Her kandaq iş kılıştın cüre kıldı. Mandaq isam hata, andaq isam hata, mandaq isam hata dep nurgun hatalarını işi kirip kaldı. Onda kandaq olsun normal bulduysa, bu işkisi 30 münasibetten doğru düşünüp, doğru bir taraf kılalgan vaqtda andın bir adam özünden sağlam bolgan roy keyfiyatını saklayalaydı. Şun biz şu bugünkü dersini ben sözlep bolgandıkken sizler meyli dersçe üzalını mektep jarayanda yoki olmasa şu cemiyetke chiqish jarayonida o'zingizga 3 mingga yaxshi diqqat qilsanglar buni texmi yaxshi tushuna olasizlar. Sizlar zodi o'zingizning hayvoniy qismiga, ya'ni ibtidoiy ma'nodagi bekarek berilib ketib boramsizlar. Yoki o'zingizning prinsipdagi avliyo qismiga bekarek berilib ketib boramsizlar. Bu ikkisi o'rtasidagi munosabat cho'qim tanishish kerak. Eng sog'lom odam qandoq desa, mushuni kuchaytirish. Yani bu ikisi o'rtasidagi muvozanatni. Unda ma'niki mazmunlarga nima ta'sir qildisi, buning mazmunlarga birinchi qo'l ta'sir qilgan ota-ona. Şu ata-onaning bir balaga qilgan tarbiyalari intayin muhim bo'ldi. Agar u bir xato tarbiyani berib qo'ygan bo'lsa, o chaqda prinsipmanda to'g'ri prinsiplardan boshqa qiysan bo'lmaydigan xato prinsiplarmi ba'zida yushilinib qoladi. Bunda yushilinib qolgan vaqtda bu bola cho'ng bo'lgan vaqtda qiysin bo'ldigan ishni prinsipmanning tufayli qilolmaydigan, jur'at qilolmaydigan ahvollar kelib chiqadi. Masalan, men nurg'un ota-onalarning masalan bolalarning kiyim masalasi bilan jiqaplashib oldiganligini jiq ko'raman. Masalan, kiyiming mehnat bo'lib kelsa bo'lmaydi degan. Onda ise prinsip menga qandaq bir mazmun qaytilsa, kiyim mehnat bo'lmaydi dedi. Onda olsa ibtidoiy menchi olsa mehnat qil, sen shundoq to'xtamay u yerda o'ynayak, daraxt yamash yoki dumlab o'yna deb huzurga boshlaydi bu munosib qanda. Maç olsa kiyim mehnat bo'lmasa unda qilsan bo'lmaydi dedi. Unda qaysi to'g'ri? Demak, bir balaning hozir kiyimini mehnat qilish to'g'rimi yoki prinsip men bo'yicha kiyimini mehnat qilmaslik to'g'rimi deganda, bu albatta kiyimini mehnat qilgani to'g'ri. Nemish kiyimini mehnat qilgani to'g'risi, bir kiyimini mehnat qilgan bola nimani tushuntirib tursa, uning muhit bilan bo'lgan aloqasining kuchayotganligi. Onun muhitga bo'lgan tushunchasining kuchayotganligi, harakatining ko'p bo'layotganligini tushuntirdi. Bundaq bolalar uchun cho'ng bo'lgan vaqtda uning dunyo ko'z qarashi bo'lsin yoki qimmat ko'z qarashi bo'lsin, ilg'orroq bo'ldi. Mabal kiyimini mehnat qilmaslikqa tirishgan bolchi bo'lsa, cho'ng bo'lgan vaqtda bunun kiyimini mehnat qilmaslikqa bo'lgan prinsipman keyin o'zgarib, uni nurg'un ishlardan, balkim orzusini amalga oshirishdan yoki o'zining o'ylaganlariga jur'at qilolmaslikdan yoki ashni qilsam xatomiki deb o'ylab qilishini keltirib chiqaradigan gap. Shunga ota-onalar prinsipmanni shakllantirgan vaqtda diqqat qilmasa, ba'zi shu xato bo'lgan qilmaslik kerak o'y fikrlarini singdirib qo'ysa, bola bunun ta'sirida o'zining ibtidoiy intayin bir kuchli bir g'oyiviy tuyg'ularini amalga oshira olmaydigan bo'lib qoladi. Shunga bolalarda men bayatim bir deb ketdim, ush deyish mumkin bu. Ama prinsipman bo'lsa, ushsang bo'lmaydi, xato deyish mumkin. Endi bu ush degani qaramoqqa mumkin emasdek turgan bilan amaliyotda bu ibtidoiy menning odamni nimaga intildirishi degan vaqtda yuqoriga intildirish bo'lishi mumkin. Balkim bu vaqtda biz albatta ibtidoiy menga bo'ysunishimiz mumkin. Garchi biz ucholmasakmi, ucha oladigan narsa yasalishimiz mumkin. Shunga bu ikkisiga qandoq bir taraf qilish, qaysiga ba'zida bo'ysunish, qaysini ba'zida rad qilish bu bek muhim narsa. Agar siz butunlay ma'noni kirib qolsangiz, men bayatnim hech nimani qila olmaydigan bir holat bir Bırakılmanın kırıp kalsınız çözse, daimlam çatak terip koyduğun hata işlerini, bularni manda açıp bırakan vaqtda bedininiz, royutunuzu baş kurup koyduğun ahvallar kelip çıkıdı. Mesela, ma bir at bolsa, ma çevendas, ma royutumuzda, ma beden,
Bu at minib ketib bardi chavandoz bu atni. Bu to'g'ri, chunki ma chavandoz ma badanni yeteklab mangdi. Agar navodi kerak bu manda bo'lib qolsa, ya'ni chavandoz ostida ot ustida bo'lib manda minib qolsa, bu xato bo'ldi. U chaqda badan chavandozni halsizlantirib yoki bo'lmasa ig'ir darajada yaralantirishi mumkin. Shunga biz o'zimizning ehtiyojlarining zodi ibtidoiy mendan kelyapti, prinsip mendan kelyapti. Qaysi ehtiyojlarimiz to'g'ri, buni cho'qim to'g'ri yeteklab, to'g'ri tushunib menishimiz kerak. Mesela ben bir misal ko'rsam, akuraytlarni misal qilsam, akuraytlarning hikoyasida mesela ayıpran keşif qilgan. Bular aslida padişah. Bir kuni bu dadisidan padi beqib ketib qolgan vaqtda tuyuqsiz turnalarni ko'rib qoladi. Bular so'raydi dadisidan, dada turna nega ketib bordi deganda, dadisi bu bolalarga turna jannat ketib bordi balam deb qo'ygan. Shunda vaqtda bu bolalar nim degan desa, unda bu turnalar apam bayaga bordi ekan go degan. Dadisi to'g'ri apang bayaga bordi deb qo'ygan xolos. Endi akuraytlarning mushu vaqtdagi huzur men nimasi apsini ko'rash. Chunki apsini ko'rashmi huzur. Unda prinsip men nim qildi desa, sen ko'ranmaysan. Mumkin emas, sen uchanmaysan, sen unda qilsang bo'lmaydi dedi. Ammo akuraytlar bo'lmaydi bu yashadimi yoki mushu huzur menni qondirman dedimi? Albatta bular hergiz bununla prinsip menga bo'ysunmadi. Uçalaydiganlıqqa cho'nqur ishindi. Emniyet bularning uchiqib bo'lgan intilish nereden kelgansa, onasini kurashga bo'lgan ehtiyojdan kelgan. Onasini kurashga bo'lgan bu xil ehtiyoji dal shu vaqtda, padishki vaqtida, ya'ni balliq vaqtida yo'qolib ketganmi, yo'qolib ketmagan, balki yushrin ongda saqlangan. Uchiman, hamon bir kun uchiman deb. Nimish qalsa onasini kurashga bo'lgan ehtiyoji yuqori. Shundan bular cho'ng bo'ldi. Buni uchiqib bo'lgan orzusi eng oxirida bularni mexaniklikdan odamning o'ylashqimi yasash u yoqda olsun, o'ylashqim jur'at qilolmagan aeroplan yasashiga sababchi bo'lib qolgan. Shunga biz ba'zida bolalarning bu xil ibtidoiy orzularini hargiz butunlay cheklab etsak bo'lmaydi. Balkim u akuraytlar qanot qeqib uchanmagan bilan biroq ular uchalaydigan aeroplan yasadi. Demak, ba'zi bolalarning ashunday ibtidoiy orzulari eng oxirida ularni g'oyat zo'r muvaffaqiyatga boshlab bordi. Endi men sizlarga so'zlab, buni hozir so'zlab turganim nima degan vaqtda, normal sharoit ostida men bayatında har xil maskalarda yashaydi, u ibtidoiy holatini yushirdi dedik. Unda esa ibtidoiy holatini yushirish uchun boshqa ifodalash kerak. Chunki ibtidoiy menning chiqargan har bir ehtiyojning o'zi bir energiya. Bu yo'q qilib o'tmaydi buni. Faqat burmilib o'tadi, boshqa yoq urib o'tadi yoki o'zgartirish mumkin. Unda bo'lsa mush orqali odam o'zining aslidagi holatini yushirib qoladi. Mana boshqa aytgan maskalarni taqab yashaydi. Unda men tuvanda sizlarga odamlar ko'p ishlatgan 5 xil maskani tushuntirib manaman. Muş 5 xil usulni bilib olganda sizning o'zing aloqa qilayotgan odamlar bo'lgan tushunchalar, eng muhimi o'zingizga bo'lgan tushunchalar eshib bordi. Bu xil 5 xil niqob yoki 5 xil mudofaa mexanizmi deb qo'yamiz. Qaysi esa sublimatsiyalash, yo'tkash, proksiyalash, inkor qilish, ta'tir ifodalash. Ammo sublimatsiyalash degan nima esa, sublimatsiyalash deganimiz o'zdagi ba'zi xiyollarni, energiyalarni, mayli g'azab bo'lsin yoki muhabbat bo'lsin, uni boshqa yoqqa yo'tkitish. Masalan, akuraytlarning onasini sig'inishga bo'lgan bir xil kuchli ehtiyoji, onasini ko'rishga bo'lgan ehtiyoji. U ko'ranmaydi onasini. U mumkin emasda. Prinsip men uni dedi-da, sen onani ko'ranmaysan dedi. Ammo u onamni ko'raman dedi. Unda reallikni men qanday qildi? Buni boshqa bir sohaga yo'tkib etdi. Ya'ni u bo'lsa-mu, kuchli bo'lgan qizg'inlikqa, aeroplan yasashga o'tkaziydi. Yoki bo'lmasa men bunda tushuntiray. Men sizlar gap talashib qoldim. Siz mendan kuchli, siz meni tilidingiz. Mening shunda ochig'im keldi. Men sizni berib urmoqchi bo'ldim. Biroq men uranmayman. Nima ish qildingiz? Siz cho'ng, kuchli. Bunda vaqtida men qanday qilishim kerak? Mening shunda o'g'im keldi, biroq sizni qarasam cho'ng. O'g'im keldi, biroq sizni qarasam turib qoldim. Unda esa bu energiya shekli. Bu energiyani nega gapirman? Balki men darhol o'yga berib ma'lum kitoblarni yetib o'tishim mumkin. Yoki kirjib turib o'tishim mumkin. Yoki bo'lmasa
tam usuyutishim mumkin. Ishqilib, bu energiyani men ma'lum bir nuqtaga taqoqlashtirib yetaman. Masalan, dunyoda dangliq Picasso'ning dangliq ressam bo'lib ketishga sabab nima degan vaqtda bu bir umr hech qanday ayol zoti bilan to'y qilmagan. Demak, buning ayollar qiziqmamligini qiziqdi, umi yaxshi ko'rgan. Ammo uning yosh vaqtida ma'lum bir qiz tarafidan rad bo'linib ketishi, butunlay bir xil kuchliq bir xil azob shakllanadi ekan. Bu azob nimaga ko'chib ketgan eng oxirida desa, rassomlikqa ko'chib ketgan. Şun bunun resimlerde bir xil kuchliq azob, bir xil kuchliq hissiyatni ifodalash shakllanib chiqadi. Demak, bu xil usulni biz nimda ekanmiz desa, suv bo'lmasiyalash usuli deb qaraymiz. Suv bo'lmasiyalash usuli, yetkash usuli, suv bo'lmasiyalash usuli o'xshaydi. Biroq yetkash usulining bir farqi bu ma'lum odamdan yoki o'zidan kelganlik ma'lum mayli pasmi yoki aktiv kuchliq ehtiyojlarni yana bir odamga, ojiz bir obyektga yetkaydi. Masalan, buni qanday o'ylaymiz degan vaqtda bayatdan qism deylik. Bir bala yoki bir odam shirkatida yoki xizmat o'rnida o'zining nima deb qo'yamiz, boshliqi yoki xo'jayindan tilishdi. Demek bu tilishgan vaqtda uningdimi bir xil o'zini bearamlik paydo bo'ldi. İbtidoiy bu bearamlik tanışış uchun senmi tilla, senmi gap yandu, senmi uningga nim degan bo'lsa, nim ish qilgan bo'lsa yondirib deb deydi ibtidoiy. Ammo prinsip men nim deydi bo'lsa, yo'q, bunda qilsang bo'lmaydi, o'sini xo'jayining agar shunday qilsang sen xizmatdan qolsang va kazalar orqali buni tusidi. Unda bu har qanday qilish mumkin. Bu har balkim buni sal bexatar bir obyektga yetkish mumkin. Kimga yetkish mumkin desa, belki öygörüp ayağlı bilen sokuş mümkün, ya ki ayağını tillap koyuş mümkün, ya ki ayağını. Eğer ayağlı olmasa, ballarını tillap koyuş mümkün. Eğer bu ayağını tılıdı, ayağlı açıklandı, ayağlı yol dışıga gep yandıran mı de? Çünkü yol dışı da. Prinsip men onu tusudu, sen onda kıysan olmaydı o degen kuşluk birinin de. Onda ise anı kanda kılsa, anı belki balını tillap koyuş mümkün, ya ki balını urup koyuş mümkün. Ya ki olmasa, öğleni süpürüp, hizmet kılıp, o açıkını taqtiş mümkün. Demek, yötkeş usulü qandaq narsa, yötkeş usulü ma'lum bir açık energiyani, yoki ma'lum bir g'azabni, yoki ma'lum bir ishtiyoqni ma'lum odam chiqarmagan vaqtda uni boshqa bir odamga yo'tkib yetish usulini deymiz. Masalan, ba'zi yoshlar odatda maktab bitgandan keyin yoki ma'lum bir yosh mazgili kelganda ota-onalar urushadi. Ota-onasi nim desa uning gap yondirdi. Uning disimi, uning disimi qaydaydi degandek batnaydi. Bunda vaqt ota-onalar bolalar nima yuzbagini bilmay qoldi. Amaliyotda bolalarning bu xil nima ota-onasiga bo'lgan bu xillikqa nima deb qo'yamiz, qarshi psixikasidan shakllangansa, bu bolaning jamiyatda yoki muhabbet ishlarida yoki o'zini xizmat ma'lum o'ngishliqni uchirganligini direkt verdi. Yoshlar jamiyatda ma'lum o'ngishliq uchirgan vaqtda bu o'ngishliqni bevosita shu manbaga bevosita chiqarolmaydi. Ne chiqardisa, uningga bexatar bo'lgan obyekt. Uningga shu vaqt eng bexatar obyekt emasa ota-ona. Ota-onaga buni chiqarib ifodalaydi. Shunga ota-onalar bolalarning mushkul holatini o'ylagan vaqtda hargiz buni ko'ngli qilib kesolmaydi. Buni chuqur to'g'ri tushunib, bolasining shu vaqt ro'y kayfiyatining nacharligi, uning ma'lum bir ishda o'ngishsizlik uchrayotganligini bila olamiz. Bazı xushal kayfiyat bo'ladi. Masalan, ma'lum bir qiz deylik, ma'lum bir qiz o'zining to'y qilmoqchi bo'lgan yigitidan yaxshi bir gaplarni angladi. Bu qiz nihoyat xush bo'lib ketdi. Xush bo'lib ketib, bu o'zining bu to'y qilmoqchi bo'lgan bolaga o'zining xushalligini ifodalamadi. Chunki buni yushirdi ko'pincha ahvolda. Bu qizga bu xushallikni qanday ifodalash mumkinsa, uyga borib yaxshiroq tomoq yeyib yetish mumkin. Yoki bo'lmasa, opsiga yaxshi muomala qilish mumkin. Amaliyotda buni opsiga yaxshi muomala qilish, tuyuqsiz yaxshi tomoqlarni yetib ketish haqiqatan shu narsa uchun emas, undaq emas. Balkim ani ifodalamay turib, ma'noga ko'chmalar ifodalashdan direkt berdi. Uchinchisi qaysi esa proksiyalash usuli. Ham proksiyalash usuli degan qanday desa, bu xil usulda odatda o'zidagi xiyolni bevosita ifodalamasdan boshqalar orqali ifodalash. Masalan, 8 yoshlik bir bola karton film ko'rgisi kelib ketdi. Ota-onasi boshqa bir xabar film ko'radi yoki kino ko'ryapti. Biroq bu 8 yoshlik bola shu vaqtda karton film qo'ydig'ini biladi. Uning darhol mening karton film ko'rgim bor deydi. Biroq bu 8 yoshlik bolada azroq logik shakllandi. Unda desa ota-onasining xapulayligini biladi. Unda bu 8 yoshlik bola qanday qilish mumkinsa, darhol o'zining inisiga döngib, mening inimning karton film ko'rgisi bor ekan, mushning karton film ko'rgisi bor deb, o'zining asli ko'rgisi bor narsani qarshi tarafga yo'tkib yetadi. Yoki biz ba'zilarning qusqun ochqanda
degan gapni anglaymiz. Emlet uning qusqini ochganda degani nimani ifodalaydi bo'lsa, mening qusqim ochdi degan ifodalaydi. Yoki ba'zida u birning boramsa deb so'raydi. U birning boramsan yoki u birning bordingmi deganning o'zi nimasi? Mening u birning bag'im keldi deganini ifodalaydi. Shunga bu xil proksiyalash usulni qandaq narsasi o'zidagi bir xil hissiyotlarni boshqalarga do'ngash orqali boshqalarning vujudidan tepish. Masalan, ba'zi ayollarning yo'ldoshiga qo'shnimiz palani uzib qopdi deyish mumkin. Undan sonra yoldaşı bu vaqt nimda cevap veriş mümkünse, sen haqning shulan nima qaring deyish mumkin. Amaliyotda bu ayolning qo'shnimiz uzib qopdi yoki qo'shnimiz manda qilibdi degani, amaliyotda mening ashunda qiyg'im bor demoqchi. Buni nimaga döngaydi degan vaqtda darhol. Yoki bo'lmasa bu ayolning tamoq etkisi kelmay qoldi. Talada o'zining yo'ldoshi bilan tamoq yeydi. Bunda vaqtda bu ayol hargizmi mening tamoq yeyim kelib qoldi talada demaydi. Nima deyish mumkinsa, "Ma balaning bugun talada tamoq yeyis kelib qopti. Ballık bir talada kebap bulamdı, ma'lum narsa apasi qandaq deb ifodalaydi. Amaliyotda bu kimning xiyoli degan vaqtda amaliyotda onaning xiyoli hisoblanadi. Shu proksiyalash usuli nimasi? O'zidagi bu xil hissiyotlarni darhol kimlarga yetkazish degan vaqtda bolalarga yetkazish hisoblanadi. Ammo proksiyalashning yana bir usuli o'ziga proksiyalash, ichki proksiyalash. Ichki proksiyalash degan nima? Deganda siz masalan ma'lum narsaga erishmoqchi, biroq uning erishamadingiz. Talab bada, aşınanga erişkininiz bada. Ama onun ma'lum sababına erişemediniz. Bunda vaqtda qanday qilishingiz mumkin desa, aşnasiga erishgan bo'lib yashangiz mumkin. Masalan, ba'zilar yolg'onchilik mushunday keldi. Masalan, birisi televizor ko'rib, dengiz bo'yini ko'rdi. Uning dengiz bo'yi shunday pag'is keldi. Biroq u dengiz bo'yi borolmadi. Bu vaqt u nima deyish mumkin desa, men palani vaqtda kichik vaqtimda dengizga borgan, anda qilgan, bizning o'yidagi meni u yerga borgan, bu yerga borgan deb, oxir o'zining xiyolini o'tmishga reallik aylantirish orqali qanoatlantirdi. Biz buni o'ziga proksiyalash deb ataymiz. To'rtinchi qaysi esa inkor qilish. Bu menda aytgan vaqtda qo'l yetmagan shaptollar deb qo'yamiz, ochiq deydigan mundaq bir xil nimaga tushadi. Nurg'a odamlar o'zi erishmoqchi bo'lgan, erishamagan bo'lsa ma'lum narsani, o'zi erishamagan narsani inkor qilib, uning nachar yerlarini deyish orqali bundan qutulib chiqish mumkin. Masalan, bir odamning tuyuqsiz bir xil televizor ağız kelib qoldi. Biroq bu televizorni ololmadi. U vaqt bunda qanday qilish mumkinsa, bu televizor mandaq nachar, andaq nachar, bu televizorning mandayir bo'lmay, yoki tok sarfiyati ko'p deb mandaq holatda bu televizorni inkor qilish orqali qutulish mumkin. Yoki ba'zi yoshlarning masalan yoshlarda ko'p ishlaydi bu. Yoshlar o'zi erishmoqchi bo'lgan narsani inkor qilishga nihoyat usta bo'ldi. Yoki bo'lmasa ma'lum ishni qilishga jur'at qilolmaydi. Nima ishga jur'at qilolmaydi desa, uningdan rad bo'lib ketishdan ansiraydi. Rad bo'lib ketishdan ansirganlik uchun u qanday qildi desa, u erishmoqchi bo'lgan narsani yaxshi ko'rmas bo'lib oldi. Masalan, bir yosh bola ma'lum bir qiz bolani yaxshi ko'rdi. Ammo uning oldiga berib dadil deyanmas mumkin. Nima ish deyanmaydi desa, u qiz tarafidan rad bo'lib ketishdan ansiraydi. Odam badani bundaq rad bo'lishdan intayin bir xil qo'rqadi. Shu bu bola nima deyish mumkin desa, men qizga qiziqmayman deblam, uni inkor qilish orqali aql hissiyotini ifodalash mumkin. Biz buni odatda inkor qilish deymiz. Endi yoshlardagi bu xil holat intayin bir xil xato holat hisoblanadi. Chunki odamning ma'lum narsadan rad qilinishdan qo'rqishning o'zi bu odamni intayin passiv holatga tushirib qo'ydi. U hech qanday ishga jur'at qila olmaydi. Nurg'un ishlarni yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Nurg'un ishlarga ehtiyoj yo'qdek ko'rinib oladi. Bu nimani keltirib chiqardi? Nemish qundaq bo'ldi desa, u ashundan mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqaydi. Mag'lub bo'lib ketishdan qo'rqqan vaqtlar uni yaxshi ko'rmas bo'ldi. Yoki masalan, boshlang'ich yoki o'rta maktabning bolalarini o'ylasak bo'ldi. O'rta maktabda ba'zi bolalar matematikani yaxshi ko'rmaydigan bo'lib oldi. Chunki matematika o'rgansimi, o'rganmasligidan, matematikani o'rganibmi, bilinmasligidan ansiraydi. Bunda vaqtda bu qanday qilish mumkinsa, matematikani yaxshi ko'rmaydigan, matematika xushi yo'q holatga kirivilish orqali o'zining aql hissiyotini yushirish mumkin. Bu qanday xarakterni keltirib chiqardi desa, odam bir xil jur'atsizlikni keltirib chiqardi. Masalan, dağlıq faylasufning Demokritning mundaq bir qisqarlik hikoyasi bo'lgan. U har kun et deganda qopab, haykaldan pul so'ragan. Pul va deb. Kishilar bundan har xil qiziqib qolgan. Qo'shni so'rgan, "Siz bu haykaldan nima deb pul so'raysiz?" degan vaqtda Demokrit
Çünkü men özümni rad qilishga ko'ndiryapman degan. Demak, odamning boshqalar tarafidan yoki reallik tarafidan yoki bo'lmasa orzular tarafidan rad qilinishining o'zi amaliyotda odamga intan foydali bo'lgan vitamin hisoblanadi. Biz qancha kishilardan rad bo'lgan sari rad qilinishning unchalar cho'ng ish emasligini yoki uning qo'rqinish emasligini his qilamiz. Bunda bo'lgan vaqtda cho'sa har qanday ishga jur'at qilishga urindigan gap. Bu har qanday bir yoshlarda yetilishga tegishli bir xil xarakter. Kim rad qilinishdan ansirgan sari uningda jur'atsizlik, passivlik kelib chiqadi. Unda 5-chi ta'tir ifodalash. Ta'tir ifodalash degan qanday desa, bir odamning ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Bir vaqtda ikki xil hissiyot bo'lib qoldi. Ikki xil hissiyotning birisi kuchli, birisi ojiz. Bunda vaqt odam qaysi ifodalaydi desa, kuchli haqiqiy hissiyotni ifodalamay, ozroq hissiyotni ifodalaydi. Masalan, ikki do'st var mesela maşkanlı do'stda. Bu ishkanlarning ishlarida birisi ma'lum intamı qatnash, aspirantlik deb turaylik, aspirantlikqa qatnashdi. Yan bir siz aspirantlik qatnashmadingiz. Endi bu yaqin do'st. Yaqin do'stlar orasida hargizmi qarshi tarafning o'zining do'stining uningdan bek olqib taraqib ketishni orzu xalab ketmaydi, ko'rmaydi. Undaq bo'lishini ko'rmaydi. Bu hargizmi uning nachar do'stlik emas, uning psixologiyasi. U albatta beyaramlıq buldu. Çünkü ular birli çoğun boğan do'sti birisi imtihan berip onun ötep ketsa, bu kız onun bämse, u çağda qandaq kayfiyat payda bulsa, ma kızı çuqum beyaramlıq payda. Bu bizmin to'g'ri tushunsak olmaydi. Undasa bu kızı sizda masalan o'zingizning do'stingiz nisbatan ikki xil hissiyat payda buldu. Birisi do'stingizning o'tolmasligini umid qilasiz. Shu kuni uxlab kelishini umid qilasiz. yoki shu kuni imtihan kuni butun sunib ketishini umid qilasiz. Çünkü sizde beyaramlık duygu şu vaqt hal buldu. Yani bir xil duygunuz demese prinsipmen dedi, bu senin dostun. Sen o ütep kelsen hoş buluşun gerek, dostuga mundaq buluş gerek dedi. Bu hissiyatınız mı ba? Ütep ketishni mi xalaysiz, ütenmeskini mi xalaysiz? Ama sizin onun ütenmeskini xalışınız bir kadar kuchli buldu. Ütishni xalasınız aciz buldu. Bunda vaqt qaysini ko'tarib chiqishimiz mumkinsa, darhol acizini ifodalaysiz. Adaş chuqummuş imtihonni o'tib ketang, hargiz uxlab qolmang yoki hargiz butun sinib ketmasin deyish orqali qarshi tarafga acizini ifodalab chiqishimiz mumkin. Yoki biz ba'zi ayollar bor. Masalan bu turmuşda har xil ishlar tufayli uni yo'l deyishi masalan, ma'lum bir xatolik sodir qilib, bu ayolning ko'ngliga tegadigan bir ishni sodir qildi. Unda bu ayolda ikki xil xiyol mavjud bo'ldi. Birisi yo'ldishni bek yaxshi ko'rdi. Bu turmushning buzilib ketish xolamaydi. Yana birisi yo'ldishning bu xil qilgan ishiga nisbatan norozi. Unda bu ayolda ikki xil ko'z qarash tangli mavjud bo'ldi. Uyini saqlab qilish, yana birisi buningdan ayilish, ya'ni buningdan ajrish orqali buni bir taraf qilish. Unda ayollar bu ikkisining qaysi kuchli bo'ldiysa, yanla agar uyini tutib turish, yanla yo'ldishiga bo'lgan umidi kuchli, ya'ni mushu uyini mayli, men yanla yo'ldishimni yaxshi ko'rmamiş, uyini tutib turman degan idis kuchli. Ojizman degan ojiz. Unda bu vaqtda ayollar qaysi ifodalaydi desa, ojizni ifodalab, men ajrishiman deb turish mumkin. Ammo bu ayolning ichki chiqib chiqsaq, asli kuchli idis ko'z qarashlamasa, hargiz ajrashmaslik. Bunda vaqtda o kuchliq qilgan, mening yanla ajrashqim yo'q, men yanlam bo'yini sizni yanlam kechirib o'talayman yoki mening arzuyim ma'ni ifodalamay kuchliqni, nimani ifodalash mumkinsa, ojizni ifodalaydi. Şuna biz bazı vaqtlarda nurg'un ahvollarni qarasak, kishilarning degan gapi amaliyot uning aslidagi hissiyat bo'lmasdan qarshi hissiyat hisoblanadi. Masalan, bir qizning ikki do'st, ya'ni ikki do'stni misol qilaylik, birisining ko'ngli shundoq yerim bo'ldi. Endi ma do'stida ikki xil hissiyat paydo bo'ldi. Bu birisi uning ko'nglining yerim bo'lgani, ya'ni do'stining kelishmas kuchligini uningda yaxshi tuyg'u paydo qildi. Bu odamning o'zining tabiiy ashunda xarakteri. Yan birisi bo'lsa, u do'stining undaq bo'lib qolishini xohlamaydi. Ama buni xohlamaydigini, undaq bo'lib qolish xohlamasga sal ojiz. Uning undaq bo'lib qolganini ko'rish sal kuchliq bo'ladi. Undaq bu qaysini ifodalaydi desa, ojizni ifodalab, do'stining bundaq bo'lib qolgandan o'zining ko'nglining yerim bo'lganini deb, uning tasalli berishi mumkin. Ammo buni sizlar hargizmi u mening xato do'stim ekan, u men mushunda qilyapsam, mushunda o'ylabdi deb o'ylab olsangiz bo'lmaydi. Bu odamning psixikasi. Mana mushun tushungan vaqtda bir narsa borlik keldi. Nimasi? Kishilarni kechirib o'tish. Kişilerin keçirici adam yüzünü mecburlaydıgan bir xil karakter emas. O psikikin ügengen halda tabiilik kişilerini keçirip alaydıgan buldu. Fakat kişilerini keçirip etken vaqtda nim şekillinde olsa, andın ununda bir xil royi, yeniklik payda buldu. Ötken ben bir kızdan paranışıp kaldım. Bu kız yüzünün en yakın dostu bilen
10 yildek gap qilishmabdi. Shundaq yaqin do'st keldik. Bu 10 yil jarayonida bu qizning psixikasi eg'ir darajada chataq chiqadi. Hatto gap so'zlarda eg'ib ketadigan, diqqat chechildigan, asliyenmaydigan, tulishig'laydigan bo'lib qolgan. Eng oxiri bu qizni men psixoanaliz qilsam, aslidagi do'stini intan yaxshi ko'rdim. Biroq kechirib yetolmagan. Bunu kechirib yetish qandaqdir bir odamni zo'rlaydigan narsa emas. Bo'ptilar, sen uni kechirib et deganga bir odam kechirib yetolmaydi. Ammo biz ma'qul psixikani, ya'ni odamning aslidagi holatining aslidagi psixikasining mushunda tuzilganligi, u qandaqdir uning nachar odam ekanligi emas, psixikasining shunda bo'lganligini tushunsak, biz kishilarni tabiiyla kechirib yeta olamiz. Demek, bugünkü dersimizde biz mana 5 xil usul orqali odamlar o'zining asli holatini ifodalashni o'rgandik. Agar mushuni biz yaxshi tushunib olsak, nurg'un vaqtlarda bizning psixikimizning sog'lomlashishiga foyda bor. Unda bo'lsa darsimiz mushada oyoqlashdi. Tushunmagan savolinglar bo'lsa, so'rasang bo'ldi. Siz Muallim şu sublimatsiyalash bilan yo'tkash ikkisining farqi to'g'risida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Sublimatsiyalash bilan yo'tkash amaliyoti bir-birisiga o'xshab qoldi. Buni menda tushuntiray masalan, siz mening ochig'imni keltirdingiz. Men turqi qalamni otqim keldi. Biroq qarsam, siz kuchliq. Men qo'rqdim, yoki men hisoblan otammidim. Hamda buni atanmaganligim uchun men qanday qilish bu energiya keldi-da bu. Kelganda ekan, men balkim bu qalamni yeyib yetishim mumkin. Yoki uyga berib muzdek doğuş yetişim mümkün. Yakumuz tuyg'usiz şiirlarni ezib ketishim mümkün. Degandek maynergan boshqa sohaga qaytavyapmanda. Bu nimani direkt berdi degan vaqtda nurg'ulg'an muvaffaqiyat qozonganlarni ko'rsak, amaliyoti bularning balliq davrini o'ylasak, balliq davrida chuqur bularda meyli bayatın akroitlarni tilg'agandek bir xil musbat bir xil aşındaq anısını sevginishdek musbat bir xil hissiyat paydo bo'lganlik tufayli bular ufti qazınıp ketadi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir g'azab tufayli ufti qazınıp ketadi. Masalan bir kuchliq ayol deb qo'yamiz, muvaffaqiyatchi ayolning oqida bir razil qo'l bor deydigan gap bor. Bu nimadan tushuntirilsa, bu ayollar nimish tuyuqsiz ufti qazınıp ketish mumkin. Balkim onun oil turmuşida o ma'lum bir azab uchragan vaqtda buni shu odam chiqarmasdan o'zini jamiyatda aktivlashtirish, ifodalash orqali, ashning yoki o'sib qolish orqali energiyani boshqa narsaga taqitib ma'qul hisoblaydi. Shunga bu xil narsaning o'zimi odamda ba'zida turtkilik nima o'taydi degan vaqtda bir xil turtkilik ijobiy funksiyasi bor, ijobiy roli bor. Albatta buning salbiy tarafim bor. Mesela kichik vaqtida ota-onasining diqqatiga erishishga to'liq muyassar bo'lmagan bola qanday qilish mumkinsa, keyin jamiyatda ma'lum bir yomon ishni qilish mumkin. Chunki yomon ish qilgan vaqtda jamiyat to'pi, jamoat to'pi uning diqqat qilishga boshlaydi. Balkim shu diqqatni to'liqlayman deb, ya'ni ota-onasidan olmagan shu diqqatni jamiyat to'pidan olaman deb balkim jinoyat yo'liga tushib ketish mumkin. Chunki shu xil usulda jamiyat uning diqqat qiladi. Şuna bu xil sublimatsiyalash usulini ham aktiv ham passiv shaklda bo'ldi. Siz, yo'q. Yo'q siz. Yaxshimisiz Ali muallim? Men so'rab baqsam, shu so'zlanayotgan energiya biz ham hisobda to'liq o'tirdi bir qitim uchrashganmiz energiya degan so'z bilan. Endi sizning mush darsingiz so'zlanayotgan energiya degan so'z bilan bizning mush to'liq o'tirdi deyilgan energiya o'xshashmi yoki sizning bu energiyangiz ma'lum bir shakldagi o'xshatish yoki bir xil simul xarakterga egami? Bu yaxshi bir savol bo'ldi. Ham bizning bu yerda da'vatgan hissiyot energiyalarimizning hammasi amaliyotdagi fizikadagi energiya bilan hech qanday farq bo'lmaydi. Sigmund Freud bu nazariyani deyishdan burun Brook va Mayner qatorliq biologiyashunoslarning ta'sir ushtirgan. Masalan, o ifodalaganda mundaq bir narsani ifodalagan. Ya'ni bir sirtqi g'idiqlanish, masalan, odamda har qanday vaqtda bir g'idiqlanish mavjud bo'ldi. Masalan, kuchliq nur kelgan bo'lsa bizga bu g'idiqlanish, biz buningdan o'zimizni olib qocha olamiz. Ammo ichimizdan bir kuchliq g'idiqlanish kelgan, biz buni olib qocha olmaymiz. Chunki olib qochimiz degan sir bu bizga soya o'xshab bizga agishib oladi-da.
Unda olsa bu gıdıqlanish yoki bo'lmasa hissiyotdagi bu xil talablar. Mesela açıqni deylik. Açıqlarning hammasini bir gıdıqlag'ush desak, bu odamda bir xil bearamlik tuyg'u paydo qildi. Ammo bu bearamlik tuyg'uning o'zi bizning nerva hujayralarining ichidagi eng kichik birlik neyron deb ataymiz. Man neyron deb atsak, neyron signal berdi. Sen bearam bo'lding deydi. Ammo bu bearam bo'lding degan vaqtda bu bir buning darajasi, bu energiyaning darajasi, bearamlik darajasi. Mushu neyronni portlatib chiqarishga, ya'ni yan bir neyron bilan sinaps yasashga yetarlik bo'lmasa, yerim tulab qolgan bo'lsa, masalan, shar. Bu shar portlamaydi, harakat paydo bo'lmaydi. Masalan, siz isib ketdingiz, isib ketdingiz, ammo bek isib ketmadingiz. Turiverdingiz. Isib ketdingiz, yana isib ketdingiz, yana isib ketdingiz. O'yning temperaturasi o'rlidi. Ma'lum nuqtaga borgancha chuqum chapan selaysiz. Demak, isishdan bo'lgan bearamlik dastlabkisi ojiz bo'lganlik uchun, ojizroqda man neyronni portlatib chiqaramadi, harakat paydo qilamadi. Ammo keyin ma'lum nuqtaga borgan vaqt shu degan vaqtda neyronlar to'liq to'shgan vaqtda bu xil bearamlik tuyg'ular, g'idiqlanishlar bevosita harakat shakllanib chapiningizni sog'z yutadi. Yoki bo'lmasa biz gap tashlayapmiz. Azroq ochig'ingiz keldi. Ammo gap qilmadingiz. Chunki o g'idiqlanish, ya'ni sizning ochiqdan kelgan bearamlik tuyg'ungiz texi neyronda to'liq portlash hosil qilib, yan bir neyronda sinaps yasab bo'lmaydi. Ammo yana ochig'ingiz keldi, gap tagishiverdi. Eng oxirida bu xil sizdagi bearamlik nimani paydo qildisa, neyronni darhol portlatib. Portlatgan vaqtda siz o'rningizni qo'pab ketdingiz, yoki bo'lmasa mening oldimga yugurib ketdingiz. Demak, sizdagi bearamlik sizning harakat paydo qildi. Şuna bu xil hissiyotlarning hammasini biz energiya deyishimiz, amaliyotda bu fizikadagi energiyalar hech qanday farqi yo'q. Chunki energiyaning har qanday borliqdan yo'q bo'lmaydi, yo'qdan borliq kelmaydi. U bir xil shakldan bir xil shakl o'zgarib bo'lgan. Demak, hissiyot talab energiyalar hargiz yo'qolib ketmaydi. U ma'lum usuldan ma'lum usulga, yoki ma'lum usuldan ma'lum usulga. Ham binaural psixik qanday bo'lsa, o'ziga yondirib yetadiganlar bo'ldi. Biz hech nimani ifodalayolmaydigan, hech qanday narsani ifodalamaganda oqiga yenib ketadi. Bunday odamlar nim paydo bo'ldi desa, o'zini vayron qilish paydo bo'ldi. Erlar, men bayatdan dedim, libido, ya'ni jinsiy energiya dedik. Erlarning shunga ma'lum bir xil qiziqish bilan shug'ullanishi bek muhim. Yoki bo'lmasa u uy ishlari bilan, yoki kitob o'qish bilan, yoki so'zset qilishlar bilan ishqilib bu erning diqqatini ma'lum bir soha chuqum qamallab turish kerak. Agar buni qiziqtiradigan hech qanday soha bo'lmasa deganda, men bayatdim libido dedim. Ya'ni uningdagi bir xil jinsiy energiya nimaga boshlab bordi desa, bayatdim degandek, u balkim yo'tkash usulini ishlatib, ba'zi axloqiga yot bo'lgan ba'zi ishlar bilan shug'ullanib qolishi mumkin. Shunga erlarning bir umr ma'lum bir kuchli holda o'zining aslidagi odamiylik bir maqsadini tepish uchun to'xtamay tirishib, o'zining bu xil qo'shimcha energiyani chuqur ma'lum bir sog'lom bo'lgan sohaga yo'tkazilishi bu bek muhim. Agar shunday qila olsa, uning utuq qozonish bo'ldi. U unda qimmischi bo'lsa, uning hech qanday qildigan ish bo'lmasa, bakaj bo'lsa, uning hech qanday qiziqish bo'lmasa, bu energiyani u albatta xato usulda bir taraf qildi. Buningga chuqur keyin bek diqqat qilish kerak. Buldu, onda olsa bugungi darsimiz mushayish bo'lsin. Anglab berganingiz rahmat. Xo'sh.